Assalomu alaykum, tajribali ustalar kanalining obunachilari, qadrdonlar. Kolodis ishlab chiqaradigan akalarimiz Farg'onaning Uchko'prigidan uyga kelib o'zlari ustanovka ham qilib berish xizmatlari bor ekan. O'zlari ishlab chiqaradi kolodislar. Undan tashqari shunaqangi xizmatlari bor ekan. Xo'p, bu yerda akalarimiz boshladi kolodisga kovlashdi. Bunisi kuxnaga alohida kolodis, mana bunisi hammomga alohida qilinyapti. Xudo xolasa o'zimni xonadonimda obzorlarini qildik. Xudo xolasa vodiy bo'ylab shunaqa xizmat qilib beraveradi. Ham kolodisni o'zlari olib boradi va ustanovka ham qilib beradi. Narxlari kelishilgan holda bo'ladi. Kolodisimizni balandligi 90 sm balandligi, tashidan tashiga 1.20 bo'ladi va ichidan ichiga 1 metr bo'lar ekan. Xo'p, mana kolodimiz 90 sm, tashidan tashiga 1.20, ichidan 1 metr. Qopqoqlari ham bor. Kolodisning narxi 200 ming so'm zavodda o'zida. Qopqog'ining narxi 150 ming so'm zavodda o'zida, qadrdonlar. Xizmati bilan, ya'ni dastavkasi, xizmati, ya'ni tashlab shu kolodisni ko'mib berish xizmati bilan bitta kolodisni 400 mingga aylanar ekan. Olib keladi o'zlari ustanovka qilib ko'lab tashlab beradi. Bitta kolodis 400 ming so'mga aylanadi. Kimga qiziq bo'lgan bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar.